Izbosganda chegirmani zo'ri bo'lyapti do'stlar. Bilasiz, doim manfaatli videolarni qo'yaman. Sababi bu video siz uchun manfaatli bo'lishi aniq. Shunaqangi chiroyli mebellarga, maishiy texnikalarga, boshqa narsalarga juda ham ko'zingiz o'tib turadi, lekin hozirgi paytda moddiy ozgina yetishmay turadi. Aynan bu video siz uchun qo'yilyapti. Ko'rib turganingizdek 15% chegirma, 10% yana bonuslar degani bu qirg'izcha qilib aytganimizda 10 millionlik narsa xarid qilmoqchisiz. Shu mebel 10 million bo'ladigan bo'lsa, hozirgi kunda 8,5 millionga, undan tashqari 10% yana sizga bonus berishadi. Unga 850 mingga bitta telefon olsangiz yomonmi? Undan tashqari ko'rib turgan X9 yana boshqa modellarimizga 1+ aksiya bo'lyapti. Bitta telefonni olasiz, bittasini bekarga beramiz. Kerak emasmi? Albatta kerak. Sizni beradigan joylaringiz bor, bilaman. Ikkita telefonni ishlatmasangiz hozirgi kunda bo'lmayapti. Undan tashqari mana telefonlarni ham oladigan bo'lsangiz, xohlasangiz kir mashina, xohlasangiz yana mikrovolnovoy pech, bir narsalar 500 minglik vaucherlarni xohlagan bunaqa kichkintoylarga nimalardir olsangiz bo'ladi. Eng qizig'i, sizning pasportingiz bo'lsa bo'ldi. O'zbekiston fuqarosi bo'lsangiz, mahalla komitetidan bir narsa spravkalar, ish haqi bir narsalar zaril emas. Kelasiz, olasiz. Abi qizimizga aytamiz, ha telefon qilavermaydi. Mabodo biror oy o'tib ketadigan bo'lsa ham diqqatingizni oshirmaydigan qilib gaplashib beramiz. Andijonda Izboskanida, Poyto'g'di markazida, LD savdo markazida shunaqangi katta chegirma e'lon qilinganki, hozirda o'zida imkoniyatdan foydalanib qoling. Bunaqa imkoniyatlar kamdan kam bo'ladi. Do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Borganingizda shunaqangi chiroyli mebellar bilan kutib olishadi.